Mebel sotuvchilarning hammasiga vizib, mana shu ko'rayotgan mebelni men berayotgan narxda bera olmaysizlar. Aynur opa, xolasingiz kelib tekshirib ko'ring, 166 ming so'mdan. Jami summa 3.990 ming so'm. Xolasingiz naqdga olsa 3.990 ming so'mga gilam qo'shib beraman. Xolasin xuddi shu pulni 166 ming so'mdan bo'lib to'lab bersin bo'ldi. Ortiqcha to'lov, qattandir penalar bir balolik kelmasligi uchun men sizlarga aniq aytayapman. Jami summani ham aytayapman, bo'lib to'lashni ham aytayapman. Kim qilib bera oladi shunaqa narxdan? 166 ming so'mga mana shu ko'rayotgan mehmonxona ugalogi va ikkita pufiki 12 ta viloyatga boshlang'ich to'lov yo'q deyapman. Negativ bo'lmasligi uchun kunini aniq aytib o'taman. Qaranglar, Vatan himoyachilari kuni uchun xuddi shu aksiyamizni amal qiladi. 2026-yil 18-yanvarga qadar xuddi shu aksiyamizdan foydalanib qolsanglar bo'ladi. Kun o'tib ketgandan keyin negativ yozib o'tirmanglar. Xullas, okalar, bizning filiallarimizni Yangiyo'lda, Gulistonda, Begobodda, Chirchiqda va Samarqand viloyati Urgut tumanida joylashgan. Okalar, bizda mebellar, gilamlar, bitoy texnikalar va eng qizig'ini aytib o'taman, uylanayotgan bo'lsangiz, spalni garniturlarni ham hech qanaqa boshlang'ich to'lovsiz bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Xarid qilishingiz uchun aylanma karta, plastik karta yoki bo'lmasa pasportingizni o'zi yoki bo'lmasa mashinangiz tex pasporti bo'lsa bo'ldi. Bizdan nima xarid qiladigan bo'lsangiz, yanvar oxirigacha aksiya ketadi. Qaranglar, bizdan nima xarid qiladigan bo'lsanglar, barabarni aylantirib turib, qo'shimcha sovg'alarga ham ega bo'lsanglar bo'ladi. Men aytib o'tgan narxlarimga javob beraman, pastda raqam qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Eng zo'rini siz ulashdim, do'stingiz ulashib qo'ying. U ham menimcha gilam mebellardan qiynalayotgan bo'lsa kerak. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'ling.